Hisoblang 73 metr 80 santimetr bo'lib 36 plus 58 metr 56 santimetr bo'lib 24. Endi hisoblashga o'tamiz. Birinchi qiladigan ishimiz metr bilan santimetr berilganlar hammasini santimetrga o'tkazib olishimiz kerak. 73 metr 80 santimetr. Bu 1 metrimiz 100 santimetrligini hisobga olsak, buni qavscha yozaylik. 73 metrimiz 73 ko'paytirib 100 bo'ladi santimetrda plus 80 santimetr bor. Bo'lib 36. Santimetrni oxirida yozib qo'yaman. Mana shuncha santimetr bo'lib 36 plus 58 metrimiz 58 ko'paytirib 100 bo'ladi. Chunki 1 metrimiz 100 santimetr. Shuni hisobga olsak, 58 ko'paytirib 100 santimetr bo'ladi. Plus 56 santimetr bor. Bo'lib 24. Bundoq santimetrni orqasiga yozib qo'yaman. Общий javob santimetrda chiqadi, umumiy javob. Bu 7300 bo'ladi. 7380 7380 bo'lib 36 plus 5800 bo'ladi. 5856 5856 bo'lib 24. Javob santimetrda chiqadi. Santimetrni oxiriga yozib qo'yaman. Endi men bitta santimetrlarni qo'ysam sal nima deydi, ko'rinishi sal nima deydi, odamni chalg'itadigan bo'lganligi uchun oxiriga santimetrni qo'yib qo'ydim. Endi 7380 santimetr 36 ga bo'laman, 5856 santimetr 24 ga bo'lib, keyin qo'shaman. Buni ustun ko'rinishda bo'laman. Mana 7380 bo'lib 36. Mana ikkita xona bor bu yerda, to'rtta xona, ikkita xona ajrataman. 73 36 ga bo'ladigan bo'lsam 2 ta yetadi. 6 kare 2 12 ni ikkisi, 3 kare 2 6, bir tildagi bilan 7. Ayirsam 1 qoladi. 8 tushiraman 18 bo'ladi. 18 36 ga 0 ta yetadi. Chunki yetmaydi. 0 36 ga ko'paysam 0, ayirsam 18 o'zi chiqadi. Yana bu 0 ni ham tushiraman, 180 bo'ladi. 180 36 ga 5 ta yetadi. 5 kare 6 30 0, 5 kare 3 15, 3 dildagi bilan 18 bo'ladi. Ayirsam 0. Demak 205 chiqdi bu. 205 plus 5856 ni 24 ga bo'laman. 5856 bo'lib 24. Ikkita xona bor bu yerda. Ikkita xona ajrataman. 58 bo'ladi. 58 24 ga bo'lsam 2 ta. 2 kare 4 8, 2 kare 2 4. Ayirsam 10 chiqadi. Ya'ni 8 dan 8 ayirsam 0, 5 dan 4 ayirsam 1. 5 tushiraman. 105 bo'ladi. 105 endi 4 ta yetadi. Chunki 25 bo'lganda ham 4 tasi 100 bo'lardi, sal oshiqcha. Endi 5 ta bersam oshib ketadi. Chunki 5 ta 20 100, 5 ta 4 20 bo'lib 120 bo'lib ketadi. 4 ta yetadi. 4 kare 4 16 ni 6si, 4 kare 2 8, bir dildagi bilan 9. Bundan 5 dan 6 ni olib bo'lmaydi. 10 dan bitta qarz olib bersam 15 bo'ladi. 15 dan 6 ni olsam 9 bo'ladi. Bu yerda 9 qoldi, chunki bitta qarz berildi. 9 dan 9 olsam 0 bo'ladi. Endi 6 ni tushiraman, 96 bo'ladi. 96 yana 4 ta yetadi. 4 kare 4 16 ni 6si, 2 kare 4 8, bir dildagi bilan 9 ayirsam 0. Demak 244 bo'ldi. Santimetr. Mana bundoq santimetr yozib qo'yib. 205 ga 244 qo'shaman. Bu yerda 44 ga 5 qo'ysam 49, 200 ga 200 qo'ysam 400. Ya'ni 449 bo'ladi. Santimetr. Yoki oddiy qilib yozsam mana 205 244 plus 4 ga 5 9, 0 ga 4 4, 2 ga 2 4. 449 santimetr bo'ldi. Bu ham teng. 449 santimetrni javoblarda santimetr o'zi emas, metr santimetr aralash javob berilgan. 400 qilaman santimetr plus 49 santimetr qilib yozaman. 400 santimetrimiz 4 metr bo'ladi. Chunki 100 ga bo'lsam metrga aylanadi. Ya'ni 100 santimetrimiz 1 metr. 4 metr bo'ladi. Keyin bu 49 santimetr. 49 santimetr. Javob 4 metr 49 santimetrga teng.